Assalomu alaykum. Meni hozir chetga qo'ydik. Akamiz assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz, salomatmisiz? Charchayapsiz. Sizingiz nima deysiz? Fayoz. Fayoz bey, umringiz uzoq bo'lsin. Bilaman, ani sizlar aka qo'yib qo'yman shekilli, ya. Taringiz sog' bo'lsin. Sizlar borsizlar. Yurtimiz tinch, hamyonimiz obod. Hammasi sizlarni mana shu qilayotgan mehnatinglar bilan narishini qildim, to'g'ri, bir endi. Kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi bu narsani aka. Baraka toping, taningiz sog' bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Bolalarning rohatini ko'ringlar iloyim. 1 minut. Hozir endi ani YPG xodimlarimiz kelib, notur yana bitta bashidagi qo'ynini olib qo'yaylik, mayli. Bismillah. Shu ruxsat bersangiz, maylimiz sizga o'sha bitta xushbo'ylarni yurishga munosibsizlar-da. Janob Rasululloh tug'ilganlarida bilsangiz, xushbo'ylangan holatda, mushkambarlangan holatda tug'ilganlar-da. Zaytun yog'larga surilgan holatda. Sizlar mana bizning vatanimizni himoya qilyapsizlar. Aslida xushbo'ylarning yurishlik, yaxshigina chiroyli, go'zal bo'lib yurishlik sizlarga yarashadi. Maylimi? Bismillah, Rasululloh. Umringiz uzoq bo'lsin. Bir safar kechirasiz endi meni, maylimi? Taningiz sog' bo'lsin, rahmat. Sizda gapirishim xizmat bo'yicha hech qanaqa jarima yo'q ekan. Yo'q, Yo'q ekan. umringiz uzoq bo'lsin. Ogohlantirish chiqdi. Rahmat. Ogohlantirish beraman sizga. Qarang. Bir martaga. 75 qildilar, onajonim, alhamdulillah. Shu nimagadir ko'pligini yaxshi ko'radilar. Shetga o'zi Alloh baraka bergan joy, mana shu o'zi. Rahmat. Mana shunday qilmang bir safar. Shu negativlar bir kuysin. Rahmat. Taningiz sog' bo'lsin. Xo'p. Bo'ldi, olib qo'ying. O'sha tayyor bo'ldi, olaman ketaman. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Bolalar rohatini ko'ring. Bu hamma negativlarga, kuyib o'ynaring negativlar.